Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari, xudo xolisa azizlar, navbatdagi zakazlarimiz tayyor bo'lgan azizlar. Sizlar uchun bitta video qilib beraman azizlar. Bu yoqda ham tayyor ishlarimiz bor, mana 5-6 soatli azizlar. Bu yoqlarda ham tayyor ishlarimiz bor. Ishlarimiz tayyorlarda tayyor ishlarimiz bor. Sizlar uchun shu ikki komplet obzorini qilib beraman azizlar. Bunisi Yong'oyo'g'ochda bo'ldi, 20 kishilik qilib o'zimiz Andijon vodiyga, Andijon viloyatiga qilib berdik. Xudo xolisa chiroyli qilib berdik azizlar. Yog'ochlari nimadan bo'ldi desanglar, Yong'oyo'g'ochdan bo'ldi azizlar. Buni sifatini bir ko'rib qo'yinglar. Qurramda oyog'i gulsiz variantda azizlar. Mana sifatini ham bir ko'ringlar, baquvvatligini ham oyoqlarini bir qo'qib berib ko'ringlar azizlar. Yong'oyo'g'ochda bo'ldi. Narxi qiziq bo'lsa, obzorni hozir aytaman azizlar, bir ko'ringlar. Stolini 5,5 metrga 120 qilib berdim. 20 talik stul bo'ldi azizlar. Orqalari stul orqa tomonidan ko'rsatadigan bo'lsam, mana azizlar, pardali broshka qilib bir xilda ishlandi. Stullarimiz ko'rayotgan bo'lsanglar juda chiroyli materiallar bilan qoplandi. O'ta chiroyli bo'ldi azizlar. Stulimiz yog'ochni aytib o'tadigan bo'lsa, Yong'oyo'g'ochda bo'ldi doimgidek. Spinkasi 3 sm machalkadan chester holatda atachenko materiallari bilan ishlandi azizlar. Sidinalarni aytib o'tadigan bo'lsak, 9 sm azizlar. Xohlovchilarga 12 sm ham qilib beraman. Buni bir ko'ringlar. Machalkalarni qaytib ishadigan machalka. Xudo xolasa chiroyli qilib berdik. Oyoqlarini ham 4 ta bir xilda bunaqangi gulli oyoqlardan qo'yib berdik. Narx qiziq bo'lsa azizlar, xuddi shu turgan holatini 20 kishiligini 8,5 million so'mdan qilib beraman. O'zimizning kanalimizga obuna bo'lib, kuzatayotgan mijozlarimizga 20 kishiligi 8,5 million so'm. 12 kishiligini qiziqadigan bo'lsanglar, 12 kishilik azizlar, kishilikka qiziqayotgan bo'lsanglar azizlar, 12 kishiligi 5 million so'mdan qilib beraman. Xuddi shu Yong'oyo'g'ochli ishlarimizni pastigacha spinkalari ham yopilgan azizlar. Orqalari ham mana Flashnoy pastgacha materiallar bilan qoplangan machalkalar qo'yib, high-tech qilib ishlanyapti azizlar. Broshkalar qo'yildi. Buni shu o'zimiz Andijon viloyati Baliqchi tumaniga qilib berdik, chiroyli qilib azizlar. Xon taxtalariga gap yo'q, xon taxtalar stoli xon taxta bo'ladi. Bemalol xon taxta qilib ishlatsanglar bo'laveradi. Ikki tuyga bo'lib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Stolini bir donasini agar to'yxonalarga, kafelarga qiziqadigan bo'lsanglar, juda mos, juda qulay narxlarda chiqyapti. Sifati ham zo'r, kачественный zo'r chiqyapti azizlar. Bir donasini 325 ming so'mdan qilib beraman. O'zimning kanalimga obuna bo'lib, kuzatayotgan mijozlarimga optimga shunaqangi bir donasini shunaqangi narxga qilib beraman. Xo'p, bularni aytib o'tadigan bo'lsak, bu doimgidek listva yog'ochli ishimizni azizlar, mana bir ish sifatida ham ko'rib qo'yasizlar. Bunisi qayga desanglar, bunisi azizlar Jizzax viloyatiga ketyapti. 18 kishilik qilib berdik. Oyoqlarini 3 ta bir xil oyoq qilib berdik mana azizlar. Bemalol aloqa qilsanglar bo'laveradi. Xuddi shu turgan holatini kanalimizga obuna bo'lib, kuzatayotgan mijozlarimizga hayitlik sifatida azizlar yana bitta chegirma qilib beraman. Sizlar uchun o'ta zo'r chegirma. Shu turgan holati 5 million 200 ming so'mdan 18 kishiligini bemalol sotib olsanglar bo'laveradi azizlar. Xonani rasmiy aytib o'tadigan bo'lsam, 4,5 metrga 1,2 qilib ishlab berdim. Stullariga gap yo'q, atachenko turetskiy mo'yishli materiallardan qoplandi azizlar. Chiroyli bo'lib bo'ldi. Orqalarini qiziqayotgan bo'lsanglar, orqalarini shunaqangi pardali holatda qilib berdim azizlar. Ishlarni chiroyli qilib berdim. Bularni nimaga upakovka bo'lgan desanglar azizlar, bularni upakovka qilib qo'ydik. Shuning uchun sizlarga ko'rsatish maqsadida bu yerdagilarni ochib ko'rsatyapmiz azizlar. Mana bir baho bersanglar ham bo'laveradi. O'ta chiroyli chiqadi. 12 taligi qiziq bo'lsa, 3 million 200 ming shunaqangi turetskiy mo'yishli materiallari bilan 3 million so'mdan atachenko bunaqangi materiallarimizdan fardali broshkali qilib beramiz azizlar, chiroyli qilib. Endi yana bir narsa solishtirib beraman sizlarga azizlar. Bu ikkala stolimizni mana. Mana azizlar, baho beringlar. To'yxona, kafelarga juda mos stolimiz bu azizlar. Yong'oqda bo'ladi buni bo'lib ham yog'ochi mana. Ishchi sifatini ham bir ko'rib qo'yinglar. Chiroyli qilib beryapmiz. O'ta go'zal holatda chiqyapti azizlar. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying va bir dona like tugmachasini bosib qo'ying. Bu yoqda stullarimizni ham sizlarga xudo xolasa obzorini qilib beraman.